Assalamu alaikum muhtaram qarindoshlar. Ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bölümü to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar sahifasi. Mazkur sahifamizda bu hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni sizlarga bir qator eslatib o'tamiz. Men Juma. Men Aqida. Qirg'iz davlat bexatarlik xodimlari Bishkekdagi bir film festivalida qo'yilayotgan Rabiya Qadir xonim haqidagi hujjatli filmga daxl qilgan. Erkin Yevropa radiosuning xabar qilishicha, Rabiya Qadir xonimning hayoti tasvirlangan Muhabbatning 10 sharti Bishkekda o'tkazilayotgan xalqaro film festivali bir dunyo festivali qo'yilgan. Boshtabi Chex Jamhuriyatining Praga shahriga joylashgan mazkur festival 2007-yildan buyon Bishkekda o'tkazilib kelayotgan bo'lib, bu yil 4-yilga qadam qo'ygan. Muhabbatning 10 sharti ko'rsatilayotgan so'ringa Qirg'iz davlat bexatarlik xodimlari usib kirgan va filmni to'xtatishni talab qilgan. Bexatarlik xodimlari chiqib ketgandan keyin Muhabbatning 10 sharti yana davomlashtirilgan. Mazkur film 2009-yilda Avstraliya Melbourne xalqaro film festivali qo'yilganda Xitoy doiralarining qattiq noroziligiga uchragan va Avstraliya Xitoy munosabatlariga ta'sir ko'rsatgan edi. Film shundan keyin bir qancha cho'ng xalqaro festivalda qo'yildi. Çarşamba günü Uyghur Milli Hareketi rehberi Rabiya Qadir xonim Amerikadagi G'arbiy nuqta West Point ofitserlar maktabida Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida nutq so'zlagan. Rabiya Qadir xonim va Amerika Uyg'ur birlashmasining muavin raisi Alim Saytov apandilar Amerika G'arbiy nuqta harbiy ofitserlar maktabining taklifiga binoan maktabda ziyoratda bo'lgan. Ziyoratdan keyin Rabiya Qadir xonim maktabdagi ofitser askarlarga Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida doklad bergan. West Point yani G'arbiy nuqta deb atiladigan bu maktab Amerikadagi quruqliq armiyasiga ofitser tarbiyalaydigan harbiy akademiya bo'lib 1802-yilda qurilgan. Kanadada chiqarilgan Yer shari maktablari gazetining haftalik tamoq risolasi sahifasida Uyg'ur taomlari tanishtirildi. Uyg'ur taomlarini mazkur gazetning sahifa yozuvchisi Lucy Weverman yozgan. Avtor sahifasiga Xitoycha, Yaponcha va Taylandcha tamoqlardan zerikkan bo'lsangiz, Uyg'ur taomlarini tetib ko'ring deb tiyim qo'ygan. Avtor mundaq yozgan. Osiyo taomlari ichida Uyg'urlarning tamoq madaniyati G'arbga ancha tanishtirilmadi. Uyg'ur tamoqlari qo'rishtirig'i silingan har xil dori-darmoqlar bilan ko'ngilga huzur bag'ishlaydi va intayin mazalik. Avtor yana Uyg'ur taomlarining ana makoni Sharqiy Turkiston deb ko'rsatgan. Anqaraning Atmasxost rayonida ochilgan 7-navbatlik xalqaro Anatoliya madaniyat va san'at festivali 26 sentabr oxirlashdi. Festivalga Turkiyadan 23 jamiyat qatnashgandan sirt O'rta Osiyo Turkiy Jumhuriyatlari va boshqa turk millatlarning vakillari qatnashdi. Qatnashuvchilar maxsus bo'lim ochib, o'zlarining madaniyat san'atini namoyon qildi. Festivalning oxirgi kuni yana 26 sentabr Millatchi harakat partiyasi boshlig'i, sobiq muavin bosh minister Davlat Bag'chili apandi Uyg'urlar ochgan Sharqiy Turkiston uyi nomidagi ko'rgazma bo'limini ziyorat qildi va Uyg'urlarning navbatdagi ahvoli bilan tanishib chiqdi. Bu navbatlik festivaldagi bo'limlar ichida Uyg'urlar bo'limi eng mo'l mazmunga ega bo'lib, bo'limda Uyg'urlarning madaniyat san'ati va bugungi vaziyati tanishtirilgan. 2008-yil 2-oyning 8-kuni Qashqar shahrining Shamalbog' yezida 13 yoshlik Uyg'ur qizi Zo'rgul Safarni Sichivallik bir Xitoy ko'chmanning 8 ishda talab o'ldirib o'tgan. Sichivallik ko'chman ziyonkashlik uchirg'uvchi oilaga hech qanday to'lam to'lamaganning ustiga yurtiga qochib, qonuniy javobgarlikdan qutulgan. Mazkur oilaning shikoyat qilishicha, Qashqardagi Xitoy doiralari voqeaning milliy to'qinishga aylanib ketishidan andish qilib, ziyonkashlik uchirg'uvchi oilani bosgan va javobgar Xitoyning javobgarligini surishti qilmagan. Navbatda da'vogar Safar Mahmud va ayoli Niyozgul mana bu nohaqchilikka qarshi arz qilishni davomlashtirib kelmoqda. Uyg'ur biz to'g'ridan xabar qilishicha Bejindagi Millatlar universitetining dotsenti Ilham To'xti 2 haftadan oldida Yevropa birligining Bejindagi mas'ul xodimlar bilan ko'rishib 2 soat suhbat o'tkazgan. Ilham To'xti mas'ul xodimlarga Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati, jumladan kishilik huquq vaziyati haqida ma'lumot bergan. 9-oyning 26-kuni Tokioda boshlangan 76-navbatlik Dunyo qalamkashlar qurultayida turmada yetayotgan Uyg'ur qalamkashlar haqida qaror ma'qullangan. Qurultayga dunyoning har qaysi joylaridagi 110 davlatdan kelgan yozuvchi, shoir va qalamkashlar jamiyatining a'zolari qatnashgan. Yig'inga Qozog'iston, Kanada va Yevropa ellaridan kelgan 7 Uyg'ur yozuvchi va faoliyatchi qatnashgan. Yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultayi bosh kotibi To'lqin Isa apandi taklif bilan qatnashgan. O qurultayda turmada yetayotgan Uyg'ur yozuvchi va to'rbat boshqaruvchilarining masalasini o'tirib qo'ygan.
9 ayının 29 günü Dünya Uyghur Qurultayının baş katibi Dolqun Aysa ve Yaponiya Uyghur Cemiyeti reisi İlham Mahmud qatarlıqlar Yaponiya Erkin Demokratlar Partiyasının parlament a'zolari bilan ko'rishgan. Uchrashishga burundan tatib Uyghur masalasiga ko'ngil bo'lib kelayotgan parlament a'zolari boshchiligida 7 parlament a'zosi qatnashgan. Erkin Demokrat Partiyasi parlament a'zolari Yapon parlamentida Yapon Uyg'ur do'stlik komiteti qurib chiqadiganligini va bundan keyin Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan besim siyosatini yaqindan kuzatadiganligini bildirgan. Dünya Uyg'ur Qurultayı baş katibi Dolqun Aysa Uyg'ur masalasining hozirgi ahvoli, Dünya Uyg'ur Qurultayının faoliyatlari va Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan besim siyosati haqida ma'lumot bergan. Norvegiyada Al-Qoida tashkiloti bilan munosabati bor deb qarilib tutib turilayotgan Uyg'ur gumondor Rashidin Mahmad asli plandagi hujum nishonining Norvegiya poytaxti Oslodagi Xitoy elchixonasi ekanligini bildirgan. Ilgari ular plan qilgan hujum nishonining Daniyadagi bir gazitxona ekanligi ilgari surilgan edi. Rashidin Mahmadning advokati Norvegiya axborotiga Rashidin Mahmadning gazitxonaga hujum qilish planini rad qilganligini bildirgan. Advokat Karl Knov NRK radiosiga qilgan so'zida Rashidinning Uyg'ur elidagi Xitoy hukumatini mustamlikachi hukumat deb taniydiganligi, Uyg'ur masalasining diplomatik yo'l bilan hal bo'lishiga ishonmaydiganligi, shuning uchun Oslodagi Xitoy elchixonasini portlatishni maqsad qilganligini bildirgan. Rashidin so'roq davomida yana Al-Qoida tashkiloti bilan bo'lgan munosabatini rad qilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida sizlarga haftalik xabarlar sahifamiz bo'yicha bu hafta jarayonidagi muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tdik. Kelar juma kun ko'rishaylik. Xayr xo'sh.